Yana bitta obyektimizni podko'ch remont ishlarini tugatdik. Kafe, landsharp zonalaridan tortib turib ichki remont demontajlarigacha, noldan ko'tarish bo'lsin, boshqasi bo'lsin, hammasini 100%, xudo xolisa chiroyli qilib topshirdik o'z egalariga. Videoni oxirigacha ko'rsangiz agar qilib o'tilgan ishlarni birma-bir sanab o'taman. Rakkina, tashqi rakkina qo'yib berganmiz. Mana bu yerda bo'lsa agar o'zi ichkarisi kovlangan edi, lekin akkuratni shampun, so'mul shunaqa narsalarni qo'yish uchun nezavetni sikreti lyuk qo'yib berilgan. Tashqi qarshilar qo'yib berilgan va atrofni suv kirmasligi uchun germetika qilib berganmiz. Yonboshlarga latokcha va usti bo'lsaga mana shunaqa palasa rishotkacha plasmas bilan bu quyoshga chidamli bo'ladi, o'rnatib berilgan. O'rtada polni gazon, dekorativni archal qo'yib berilgan. Bu xonamizda faqat o'zlari remont qilgandilar. Ko'rsataylik buni ham. Bu xonani laminat, plintus hamda mana shunaqa kashina eshiklarni qo'yib berganmiz. Bu yerda ham lyustralari, laminatlari 100% yo'lka shaklida bo'lyapti. Plintuslarni qo'yib berganmiz. Narigi xonani polni devorlarini ham qo'yib almashtirib, chorli qilib bergan. Aboylari o'zi bor edi, u egalari o'zlari qilganlar. Qolganini biz qilib berganmiz. Operatorga qilib tushma. Yana bitta katta zalni ko'rsataman, lekin zalni haybatiga vobshe o'zimga juda ham yoqdi. Derazasining o'zi ham bir 15 kvadrat atrofida bor. Derazasi ham eski deraza edi, bu yerni ham eski derazalarni almashtirib, yangi termo qo'yib berganmiz. Qisqa qilib aytganda, uyni egasini bitta xaska ham sarson qilmasdan hammasini o'zimiz chiroyli qilib topshirganmiz. Zalga bitta ahamiyat bering, lekin o'zimga juda ham yoqdi. Ashe. Yoqqan bo'lsa agar kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Nechi baho? 1dan 10gacha baholab keting. Mana shu zal 5,5 metrga, tak 14 metr balandligiga adashmasam 5,5-6 metrga yaqin. Lekin haybat o'zi qarasangiz agar mana bu lyustrani o'zi 2,5 metrlik. Bo'yim 180 bo'lsa agar qo'lim yetmayapti lyustraga. Ikkita mana shunaqa qandillardan chiroyli qilib, biralar, devorlar 100% pistochni atachento bo'lyapti. Gachlar, neoklassika stilda mana bunaqa televizor, ertaga bu yerga gilam bilan bitta mexika mebel qo'ysa agar bomba chiqadi xudo xolasa. Plintuslar ham 12 santimetrlikdan qilingan. Televizor zonasi, shunaqa panellardan foydalanganmiz. Buni uy egasini o'zlari aytdilarki, eski bilyardni zona, usti tagi bilyard, polni 100%. Operator yaqinroqdan ko'rsatamiz. Oshxona qismiga mebellari, mana bu devor laminatlari o'zi qilingan. Bizlar bo'lsa mana bu yoqqa eski ustini kamen qo'yib berganmiz. Rakvenalarni ham o'zidan chiqartirib, eski o'zini ustiga stolishnica bo'lgan. Buni almashtirib, eski ustini kamen, bestik, bemalol juda chiroyli chiqdi. Kafel bilan kombinatsiya. Mana bu chaqmoqlari ham bir-biriga bu juda yarashib turibdi. Mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa agar sizga ham quyidagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Kommentariyada yozib qoldiring o'zingiz. Yoqdim qilib bergan ishlarimiz yo'qmi? Agar ma'qul bo'lgan bo'lsa agar obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Shuncha mehnat qilib, bolalarimiz podko'ch remont qilib, chiroyli qilib nima qilyapti? Afzal qilib beryapmiz. Xudo xohlasa, sizni ham mana shunaqa chiroyli zallaringizga borib xizmat qilish nasib qilsin. Salomat bo'ling.